prostatit, sistit, uretrit va shunga o'xshagan siydik yo'llardagi kasalliklarni oldini olish haqida. Iloji boricha ko'proq suyuqlik ichamiz, toza suyuqlik, ya'ni bu suv. Har 1 kilogramm vaznga 30 ml dan suv ichamiz va necha kilo bo'lsangiz, sizga primерно shuncha. Ko'p peshobni o'zida ushlab turmaslik qiynab, 3 soat, 4 soatdan ko'p o'tib ketmaslik kerak. Har 3-4 soatda hech bo'lmasa bir marta peshobga borishlik. Bu ayollarga ham, erkaklarga ham beradigan tavsiyalarimizdan bittasi. Palaparti jinsiy aloqani olib bormaslik va jinsiy aloqa bitta partnyor bilan bo'lishlik. Shunda juda ko'plab siydik yo'llarni yo'qotadigan kasalliklarni oldini olamiz. O'sha mikroflora ham ba'zida to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bitta halol ayolimiz, nur ustiga halol nur yoki halol erkagimiz. Xo'p, keyingisi hojatga chiqqanda erkaklarga ayniqsa bu tavsiya o'tirib peshob chiqarishlik. Shunda peshob to'liq chiqib ketadi va siydik pufakda hech qanaqa qoldiqlar qolmaydi. Va peshobga borganda chiranmaslik, mushaklarni majburlamaslik. Bu ham tabiiy holatda ketishligi kerak, shunda kelajakda gipertonuslar bo'lmaydi hech qanaqa. Va o'tiroq hayot tarzini olib bormaslik, bir kunda 10 mingta qadam, iloji bo'lsa har kun ertalab 50 ta, 100 ta o'tirib turish mashqlarini qilishlik. Mana shular juda yaxshi maslahatlardan bittasi. Va juda ko'pchilik hayotida ham o'zgaradigan narsa ich qotmaslikka harakat qiling. Bu ham o'sha prostata bezidagi o'zgarishlarga ta'sir bo'lishligi mumkin. Shuning uchun peshob kelishligi ham, katta axlat kelishligi ham doim normal holatda bo'lishi kerak. Achchiq, sho'r ovqatlarni kamaytiramiz, alkogol ichimliklarni ichmaymiz. Oddiy maslahatlar, lekin mana shularni amalga oshirsangiz, juda ko'plab kasalliklarning profilaktikasini qilgan bo'lasiz. Sog' bo'ling.